alaykum pedar ishqibozlari. Ana shu eshik achinarli holatda edi. Ana shuni chiroyli qilib maksimal darajada zavodskoyga chiqardik. O'zlaringiz bir ko'rib, baho berib, kommentariy yozasizlar. Akmal, nima qilib qo'yding? Buni kechga berishimiz kerakmi oshini? Shu darajada ham odam yiqiladimi? Kalla bormi? Nima qilamiz endi buni? Kechga berish kerakmi oshini? Balaga ish buyur, arkasidan o'zing yur. Mana natijasi. To'g'ri endi buni. Kerakmi endi hozir mana shu? Shu darajaga ham kelib urasanmi? Qanchalik emas-ku? Kechgacha taxlaymiz endi buni. Iloji yo'q, mashina egasiga chiroyli qilib berishimiz kerak. To'xta, sen yaqinlashma. Sen bunga yaqinlashma. Sen unga yaqinlashsang yana pachoq bo'ladi. Shu yerga tur yaxshisi. Qadar ishbozlariga salom. Xudo xolasa Centra kirlosi bitta ko'rib baho berasizlar. Reaksiyani qizartirib, kommentariy yozish eslaringizdan chiqmasin. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Avtovakmi Samarqand pedar murojaat qilasizlar. Telefonlarimiz bor.